Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Demak, bugungi mavzu 25-paragraf tekislikda bir necha kuch ta'siridagi harakat mavzusi. Demak, birinchi masaladan boshlaymiz. Muassasali kilogramm bo'lgan aravacha qiyalik burchak 45 gradus bo'lgan qiya tekislik bo'ylab 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Agar ishkalanish koeffitsiyenti 0.2 ga teng bo'lsa, aravachani tortuvchi kuchni hisoblang. Birinchi masala. Mana shu yerda jismga F kuch ta'sir qilyapti va u jism A tezlanish bilan ketyapti. Endi bunga ta'sirlari qanday kuchlar bor edi? Birinchi og'irlik kuchi, demak, mj sinus alfa, ya'ni tashkil etuvchisi bor edi va bular orasida ishkalanish kuchi bor. Ishkalanish kuchi qiya tekislikda biz bilardik mu mj sinus alfa. Mana shu kuchimiz, shu F kuchimizdan ayiramiz mana bu ikkita tashkil etuvchi kuchni. Demak, F dan ayiramiz ham mj sinus alfani, ham ayiramiz mu mj sinus alfani. Teng m masalasiga A tezlanish beradi. Xo'p, mana shu yerdan demak F kuchini topamiz. Demak, F topsak, buni oldiga o'tiramiz. Hammasida F ni chiqaramiz. F teng A plus j sinus alfa plus mu j sinus alfaga teng. O'rniga qo'ysangiz javob chiqadi. Xo'p, birinchi masala. Keyingi masalamiz 4-masala. Qiya tekislikda o'zgarmas kuch ta'sirida yuqoriga ko'tarilayotgan jismning tezlanishi qiyalik burchak kamayishi bilan qanday o'zgaradi? Xo'p, demak, qaranglar. 4-masalamiz. Mana jismni tortib ketmoqdamiz oldinga F kuch bilan. Mana bu yerda ishkalanish bo'lmaganligi uchun bunga orqaga bitta kuch bor. Bu ham og'irlik kuchini tashkil etuvchisi, ya'ni bu mj sinus alfa kuchimiz. Endi demak, bu qanday tezlanish bilan harakat qiladi degan savolga javob. Demak, bu yerdagi burchagimiz alfa deymiz. Hop, yozamiz. F dan ayiramiz mj sinus alfani teng m masalasiga A tezlanish. Shu yerda F A ni topadigan bo'lsak, A deganimiz F ayiramiz mj sinus alfani bo'lamiz massaga. Ko'rib turganlaringizdek, qaranglar. Endi buni отдельный maqraj yozadigan bo'lsak, F taqsim m minus m kvadrat va j sinus alfaga teng. Endi ko'rib turganingizdek, bu yerda kuch o'zgarmadi, massa j o'zgarmadi, faqat burchak o'zgaryapti. Agar burchagimiz kichiraydigan bo'lsa, mana sinusning qiymati ham kichirayadi. Ya'ni biza mana F taqsim m dan ayiramiz j sinus alfa, sinus kamaysa, mana bu qiymat ham kamayadi va umumiy tezlanishimiz oshib boradi, ortib boradi. Hop, demak, keyingi masalamiz 7-masala. 7-masalamiz 5 kilogramm masalasi qiyalik burchagi 45 gradus bo'lgan qiya tekislikda tekis tortib chiqarish uchun qiya tekislikka parallel yo'nalgan qanday kuch ta'sir qilish kerak? Qiya tekislik va jism orasida ishlanish koeffitsiyenti bor. Demak, tekis harakat qilib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar. Mana tekis harakat qilishtirishimiz uchun bizda hozir mana F kuch bilan yuqoriga qo'yadigan bo'lsak, birinchi darrov pastga yo'nalgan mana mj sinus alfa kuchimiz bor va mana bu yerda sirt bilan jism orasida ishkalanish kuchi, ya'ni mu mj sinus alfa kuchimiz bor. Tekis harakat qilishimiz uchun mana shu F kuchimiz shu kuchning yonimizga teng bo'ladi. Ya'ni F deganimiz mj sinus alfa kuchimiz bilan mu mj sinus alfa kuchimizni ikkalasini yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bizda hamma narsa bor. Demak, mj ni kozdan tashqari chiqaramiz. Sinus alfa plus mu sinus alfa. O'rniga qo'yasizlar, javobimiz chiqadi. 7-chi. Keyingi masalamiz 9-masala. Gorizont bilan alfa burchak hosil qilgan qiya tekislikda ishkalanishsiz sirpanayotgan yashikda m masal shar yotibdi. Yashikning tubiga sharning bosim kuchini toping. Hop, demak, 9-masala. Diqqat qilinglar. Mana yashik deb hisoblasak, yashikda mana shar yotibdi. Endi qaranglar, mana bu sharga o'zi pastga yo'nalgan og'irlik kuchini tashkil etuvchisi mj sinus alfa kuch ta'sir etar edi. Xo'p, lekin hozir bu turishda. Endi bu jism bu tarafga tezlanish bilan ketadi. Biz bilamiz, bu yerda agar ishkalanish bo'lmasa, A miz j sinus alfa tezlanish bilan ketar edi.
Xo'p, endi qarang, bu jism bu tarafga ketadigan bo'lsa, orqaga unga inersiya kuchi ta'sir qiladi. Bu inersiya kuchi m ga teng. A esa mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek m j sinus alfa bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek mana bu devorga bosmay qo'yadi. Endi u m sinus alfa bilan mana bu inersiya kuchi m ya'ni a o'rniga j sinus alfa qo'ydik. Ikkalasi teng bo'ladi va bu yerda faqat jismni mana pastga bosadigan kuchimiz bu mj kosinus alfa kuchimiz bo'ladi. Demak, bu yerda demak mj kosinus alfa kuchimiz bilan bosar ekan. Xo'p, 9-tugadi. Keyingi masalamiz 12-masala. 12-masala. Qiya tekstik bo'ylab 10 kg massa jism tekis sirpanib tushayotgan edi. Uning rasmda tekis tushayotgan edi. Xo'p. Unga rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda F kuch ta'sir qilib, uni to'xtatib yuqoriga tekis harakatlantirish uchun F ning qiymati qanday bo'lishi kerak? Demak, bu yerda jism tekis harakat qilib tushayotgan edi deyapti dastlab. Mana jism dastlab tekis harakat qilib tushayotgan payti, demak unga pastga yo'nalgan biz bilamiz, demak og'irlik uchun ta'sir etuvchisi bu yerda mj sinus alfa kuchimiz ta'sir qiladi. Orqaga esa mu mj kosinus alfa, ya'ni mu m, n bu yerda mj kosinus alfa kuchi ta'sir qiladi. Ya'ni ko'rib turganlarimizdek bu yerda tekis harakat qilib tushishi uchun, ya'ni v teng konstanta bo'lishi uchun mana shu ikkala kuchimiz bizda teng bo'lishi kerak. Yozamiz. Birinchi safar mj sinus alfa kuchimiz mu mj kosinus alfa kuchimizga teng bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, demak mjlar qisqaradi va mu bu yerda tangens alfaga teng chiqadi. Biz shu yerda ishlanish kuchini topib oldik. Endi qaranglar, endi keyingi shartimiz qanaqa? Keyingi shartimizda mana shu qiya tekstikdagi jismni endi mana qaranglar, qiya tekstik sirtiga o'zi mana bu yerimiz berilgan bizga alfa deb. Alfa deb berilgan. Endi biz mana bunday tortishimiz kerak mana. Shunday qanday kuch qo'yishimiz kerak deyapti. Uni tekis yuqoriga tekis tortib chiqarishimiz kerak. Tekis tortib chiqarsak nima bo'ladi? Qaranglar. Demak, mana shuni x o'qi va mana buni y o'qi deb kiritib olamiz endi. Y o'qi x o'qi. Endi mana bu jismni yuqoriga tortayotgan kuch mana bu f emas, f ning shu yerda bo'lsak beta desak, mana bu alfa bo'lsa, f ning proyeksiyasi, ya'ni yopishgan kateti bo'lyapti. Ana shu kuch hozir bo'lyapti-ku mana. Yopishgan katet bo'lyapti. Shuning uchun yozamiz. Demak, f kosinus alfa uni yuqoriga tortadi. Tekis chiqaryapmiz. Pastga ta'sir qiladi. Mana bu jismning bu yerda beta dedik-ku, mana beta deb yozamiz. Xo'p. Pastga qiya tekstik bo'lgani uchun mj sinus alfa kuchimiz bor mana. Mj sinus alfa kuchimiz bor va mana bu sirt orasida ishqalanish kuchimiz bor. Bu ishqalanish uchun mu n ga teng bo'ladi. Demak, tekis harakat qilish uchun mana shu f kosinus alfa teng bo'lishi kerak. Mj sinus alfa bilan mu n ikkalasining yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Xo'p, endi nimaga qaranglar. Mana bu yerda pastga bosadigan mj kosinus alfa kuch bor edi. Va shu yuqoriga n bilan teng bo'lar edi. Lekin endi bu safar masalamizda mana bu f ning proyeksiyasi ham bor. Mana shuning uchun avval mana n endi bu kuch yuqoriga bo'lgani uchun n plus f sinus beta teng bo'lyapti pastga yo'nalgan mj kosinus alfaga. Ana shu yerda endi bu yerni topib bu yerga qo'yishimiz kerak. Demak, yozamiz f kosinus beta teng mj sinus alfa plus mu n o'rniga mj kosinus alfa minus f sinus beta. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Qaranglar, ochib olsak bo'ladi. Ochib olsak, yozamiz f kosinus beta buni olsak mj sinus alfa plus mu mj kosinus alfa minus mu f sinus beta deyapti. Bizdan so'rayotgan narsa f ni o'zini so'rayapti. F qayerda bor? F bu yerda bor, mana bu yerda bor. Bu tarafga o'tiramiz. F ni qozonga chiqarsak kosinus beta plus mu sinus beta bo'lyapti. Hop, mana. Bu yerda esa mj qozonga chiqarsa mumkin. Mj sinus alfa plus mu kosinus alfa. Hop, mu o'rniga tangens alfani qo'yadigan bo'lsak, mu bizda tangens alfa chiqdi mana.
Qayerda mana bu yerda mana. Mu tangent alfa chiqaradimi dastlab mana shu. Mu tangent alfani mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerda mu tangent alfa qo'ysak sinus taqsim qo'shimiz keladi va u yer ham sinus taqsim qo'shimiz keladi, qo'shimga sinus 2 sinus bo'ladi. Bu yer o'sha 2 sinus bo'ladi. Demak, f ni topadigan bo'lsak qarang. Demak, yuqorida mj mana bu yer ham mu qo'shimiz mana bu yerda yozyapmiz qarang. Mu qo'shimiz teng sinus bo'lgandik-ku, shuning uchun bu yer ham sinus bo'lib ketadi va yuqorida 2 mj sinus alfa bo'ladi. Pastda esa mana bu narsa, ya'ni kosinus beta plus mu o'rniga tangens alfani qo'yamiz. Tangens alfa bo'lsak bor bizda. Ko'paygan sinus beta. Demak, o'rniga qo'ysanglar javobimiz chiqadi 12-masala. Xo'p, 12-masaladan so'ng 16-masala qilamiz. Qiyadiga 60 gradus bo'lgan qiya tekislik turgan bursoq turtib yuborildi va ma'lum hashmanlikka chiqib yana qaytib tushdi. Chiqish va tushish vaqtlarini nisbatini toping. Xo'p, qaranglar, demak, mana qiya tekislik deb hisoblasak, jismga biror bir tasavvur qilaylik, buni boshlang'ich chizib berdik. U yuqoriga chiqib va yana qaytib tushdi. Xo'p, 16-chi hashmanlikka chiqib yana qaytib tushdi. Chiqish va tushish vaqtlarini hisoblangan. Xo'p, qaranglar, demak, yuqoriga chiqishim va yuqori pastga tushishim qanday bo'ladi? Holatni ko'rib chiqamiz. Mana. Aynan, yuqoriga chiqishim unga ikkita kuch ta'sir qiladi pastga yo'nalgan. Birinchi kuchimiz mj sinus alfa va ikkinchi kuchimiz mu mj kosinus alfa. Mana shu ikkita kuchimiz uning harakatiga teskari qiladi. Ya'ni ko'p yozdik, birinchi holat tezlanishimiz ikkita yozaylik shuni. Mj sinus alfa plus mu mj kosinus alfa kuchimiz m massasiga a mantiq tezlanish beradi va bu a1 yozaman va bu a1 bu yuqoriga chiqish tezlanishi. Bu yerdan m ni oldin tashqarisiga qisqaradi va j ni ham chiqaramiz. J sinus alfa plus mu kosinus alfa bo'ladi. Ana endi yuqoriga chiqish vaqtini, masalan, bu masofani biz biror bir L deydigan bo'lsak va tezlanishi shunday bo'ldi. Endi bu tormozlayapti. Tormozlanish paytida S teng A kvadrat taqsim 2 degan formula ishlar edi. Bu yerda yozamiz mana. Qarang, shu yerdan L teng mana L teng A kvadrat taqsim 2 ifodadan t ni topsak, t deganimiz yuzasida 2L taqsim A bo'ladi. Endi bu safar birinchi A o'rniga mana j sinus alfa plus mu kosinus alfa. Bu bizda t1 bo'ladi. Birinchi bu yuqoriga chiqish vaqti. Xo'p, hamma tushundi. Ikkinchi, u jism pastga tushayotgan paytda-chi. Pastga ta'sir qiladi mj sinus alfa, lekin orqaga ta'sir qiladi ishqalanish kuchi, ya'ni mu mj kosinus alfa va u a tezlanishda tushadi. Endi bu yerda pastga yo'nalgan mj sinus alfadan ayiramiz mu mj kosinus alfani teng m massasiga a2 tezlanish beradi. A2 bu yerda tushish tezlanishi. Xo'p, A2 ni topsak, m ni qoldirishga qisqaradi, j ni ham chiqaramiz va yana t ni topadigan bo'lsak, bu yerda yana s teng a taqsim 2 bo'ladi. Tez holatdan boshlanadi va tezlanishga harakat qiladi. Va bu yerda t2 ni topadigan bo'lsak, yuzasida 2L taqsim A. A bu yerda esa j sinus alfa minus mu kosinus alfa bo'ladi. Mana bu t2 bizda. Bu chiqish, bu tushish vaqtlari. Bizdan so'rayapti nimani? Bizdan so'rayapti chiqish va tushish tezlanishlar, chiqish va tushish tezlanishlari nisbatini toping. Ekan, vaqtlari emas ekan bizda. Yo'q, 15-ekan u. 15-marta tezlanishlarni toping desam, qaranglar. Nisbati desa, j sinus alfa plus mu kosinus alfani mana j sinus alfa minus mu kosinus alfa bilasizlar 15-da. 16-da vaqtlarini so'rayapti, nisbatni oladigan bo'lsak, bizdan 16-dan so'rayapti, chiqish va tushish vaqtlarini nisbatini toping. Chiqish vaqti t1, tushish vaqti 2. Demak, t1 taqsim t2 deganimiz, qaranglar, t1 t2 bo'lganda ikkisini bitta desak, 2L taqsim j sinus alfa pastga tushadi va mana bu t2 j sinus alfa yuqoriga chiqadi. Demak, sinus alfa minus mu kosinus alfa taqsim sinus alfa plus mu kosinus alfa bo'ladi va bu yerda общий ikkalasi bitta ildizdan bo'ladi. Xo'p. Demak, 16-ni tushundingiz degan umiddaman. Bu yerda nima desam, tezlanishlarda esa mana shu A1 bo'ladi. Mana bu yerda m ni chiqarsak, sinus alfa minus mu kosinus alfa m maksatda nisbatini olib qo'yasiz 15-masalada.
Hop, 16 ketdi. 17-masala. 17-masala. Balandligi 30 cm, uzunligi shunday bo'lgan qiyatikisiga asosida bursoq turibdi. Bursoq qanday minimal tezlik bo'lsa, u qiyalik uchiga yeta oladi. Bunda ishlash koeffitsiyentini toping. Hop, qaranglar, demak, bizda bursoqning balandligi, demak, qiyatikisining balandligi va uzunligi bor. Qaranglar, demak, mana. Qiyatikislik mana, balandligi h, uzunligi l desak, shu yerda qanday tezlik bersak deydi. Mana shu eng yuqori uchiga kichika oladi deydi. Qaranglar, bu masalani o'zi energiya saqlash qonunida ham ishlasak bo'ladi, kuchlarda ham ishlasak bo'ladi. Qaranglar, shu yerga chiqib oldi va tezligimiz 0 bo'ldi desak. Yuqoriga chiqishini unga qaysi kuchlar ta'sir qiladi? Unga orqaga yo'nalishda ikkita kuch ta'sir qiladi. U inersiyasi hisobiga chiqib oladi. Ya'ni birinchi kuchimiz mana mj sinus alfa kuchimiz, ikkinchi kuchimiz orqaga yo'nalgan ishqalanish kuchi, ya'ni mj qo'shimcha alfa kuchimiz. Demak, mana bu jism yuqoridagi masaladek bo'ladi. Ko'pchilikingizda bu yerda ikki kuchimiz, ya'ni mj sinus alfa bilan mu mj qo'shimcha alfa kuchimiz bizga ikkita m masalasi bilan artizlash. Shu yerdan ko'rib turibdi, a jni ko'zdan tashqari chiqarsak sinus alfa plus mu qo'shimcha alfa bo'ladi. Mana plus bo'ladi, lekin bu harakat sekinlanuvchan bo'ladi. A ni chiqdi. Endi bizda nima qilamiz? Demak, burchakni bizda tayyor, sinus alfa bilan qo'shimcha alfani topsak bo'ladi. Mu'miz bor. Endi bizda qanday tezlik berishimiz kerak? Qaranglar. Bu endi L deganimiz v kvadrat minus v kvadrat taqsim 2s bo'lishi kerak. S deganimiz, ya'ni L deganimiz v kvadrat minus v kvadrat taqsim 2a bo'ladi. Ya'ni nima demoqchimiz? Mana L deganimiz v0 kvadrat tormozlanish yo'liga o'xshayapti bu. Ya'ni v0 kvadrat taqsim 2a desak bo'ladi. O'zi v kvadrat minus v kvadrat taqsim minus 2a bo'lishi kerak. Minus bilan mana bu nima qisqarib ketadi. Hamma shuni shu yerda. V0 ni topadigan bo'lsak, bu yerdagi v0 deganimiz chiqadi. Ildiz ostida 2al, 2al. A o'rniga mana buni qo'yamiz. 2a, a o'rniga j sinus alfa plus mu qo'shimcha alfa 2a bo'ldimi? L mana. Endi bizda sinus alfa qo'shimcha alfa yo'q deydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Demak, yozamiz. Sinus alfa deganimiz bu yerda h taqsim l ga teng. Mana bu h taqsim l ga teng. Hop, qo'shimcha alfa deganimiz esa ildiz ostida mana. Bu mana buning bunga nisbatan bu yer qarab topamiz. Bu yer topish uchun l kvadratdan h kvadratga ayiramiz. Mana. Shuning l ga nisbatan. Bu bizda qo'shimcha alfa bo'ladi. Qo'shimcha alfa sinus alfani topganimizdan so'ng mana buni o'rniga qo'yamiz. Hop, keyingi masalamiz 18-chi. Kosmik kema gorizont 30 gradus burchak ostida 10 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan yuqoriga ko'tarilmoqda. Kosmik kemaga 70 kg massadagi kosmonavtga ta'sir qiluvchi barcha kuchlarning teng ta'siri uchun topilgan. Xo'p, qaranglar, barcha kuchlarning teng ta'siri uchun bu yerda F teng ma. Ya'ni nima demoqchimiz? Mana shu yerga yozib olaman buni. Demak, 18-chi masala oxirgi masala bo'lgani uchun barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisi m massasiga a tezlanish beradi degan Nyutonning ikkinchi qonuni bor. Bizga mana shu barcha kuchlarning teng ta'siri uchun so'rayapti. Demak, ma deb qo'yaveramiz. Demak, 700. Hop, demak, tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.